alaykum hammaga xayrli tong. Biz bo'lsa tong-ku. Şimdi soat 10 bo'ldi. Men uchun tong. Tong men uchun. Kelin kuyov shousiga ketyapmiz. Ay jonima qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lib ketganlar. Voy, Xurshid opa, qo'llaringiz dard ko'rmasin, zo'r turibsiz. Kenayman va shasalli. Bugun kenayim akajonim bilan, ayajonim, andijonim bilan birga kelin kuyov tok shousiga chiqishadi. Tez gapiradigan soat aka ustozimiz boshlovchi bo'ladi. Umrlari uzoq bo'lsin. Zo'r qilib olib borishadi bugun. Ko'ringlar, qachon bo'lishini aytamiz. Hamma kanallarda aytamiz. Qachon bo'lishi aniq emas. Ha, yo'q. Bilan bir qiziqib enish ko'rsatib boshlabdilar. Yo'q deya olmadik. Впереди камера на 60. Yo'q, xudo xolisi zo'r bo'ladi. Assalomu alaykum barchaga. Xayrli tongmi, obedmi? Не знаю. Ayajonim, opamlar, kenayim. Mana shu rasmlarga olib qo'y, ayajon bilan. Kelin kuyov shousiga ketyapmiz. Давай shous ekan, aytiring rasm uchun. Вообще chiroyli. Такой video yasaylik, sheyda yanda yursinlar. Televideniyadan chiqib Xurshid opam oldilariga keldim. Ayajonim, kenaylarimni chiroyli qilib qo'yibdilar. Endi meni chiroyli qiladilar. Bugun fotosessiyam bor. Bilasizlar, bitiryapman. O'shanga chiroyli bo'lamiz. Biz Xurshid opa singlimni oldiga keldik. Mana shunaqa chiroyli qilib sochlarimni qilib, ro'mollarimni o'ratib, nimalar qilib qo'ydilar. Bugun ko'rsatuvimiz bor. Ko'rasizlar, xudo xolisa chiqsa. Ko'rsatuvga tayyorgarlik ko'rdik. Nilfarxon bolam bilan. Mana salonni chiroyliligini qaranglar. Gullar maza ekan. Menga shu gullar yoqdi hammadan. Bu yerda Marxon to'ram uxlab yotibdilar. Ayasini kutib. Shunaqa zo'r gullar bor ekan bu yerda. Xurshidxonning xonalari bu yerda. Assalomu alaykum barchaga. Hammaga men rahmat aytmoqchi edim. Bizni qo'ygan videolarimizga befarq bo'lmasdan ko'plab kommentariyalar yozasizlar, munosabatinglarni bildirasizlar. Hammasi uchun rahmat. Men ham bir o'zbek onasi sifatida bilganlarimni, ko'rganlarimni sizlarga ulashgim keladi. Shundan nimadir naf olsa kimdir o'ziga nimadir olsa albatta xursand bo'laman. Keyin ko'pchilik o'sha Allahni to'lig'ini yozib qo'ying, Allahni aytib bering deganlar ko'p. Biror kuni bir mavridi kelsa aytib ham berarman, lekin o'sha Allahni to'liq tekstini o'sha relsi tagiga yozib qo'yganman, postga komment sifatida yozib qo'yganman. Sinfdosh qizlarimiz krasotki вообще. Fotosessiya qilamiz. Yo'da bilan. Kuratorimiz Shahnoza Borisov, Ibrohim. Hamma shu chiroyli bo'lib kelgan. Fotomodel hammasi. Bu bizda vinyetka chek va bu Robiya. Robiyaga hamma narsa yoqyapti va bu bugun rasmga tushyapti. Qanaqa Robiya? Klass. Zo'r. Shahnoza Borisovda. Ura! Instagramga ketkizdim. Yuvimani mana sariq kiydim и yubka классный. Ukladkamni Xurshid opa qilib qo'ydilar. Qalay chiqdi. Sevara, красотка. Вау, накарелись. Вы какой-то сек. Marxon toychog'im. Ayas o'zgarib qopchi-ku, tanimay qoldi-ku ayasini. Bunday farqlar. Marxon sochlarni zo'r qildilar Xurshidxon. Вообще bo'yantirishi ham nejniy-da Nilfarxon. Hol chiroyli bo'yantiribdi. Xuddi tabiiy. Bunaqa oshiqcha ranglar yo'q. Menga rosa yoqdi. Marxon senga yoqdimi ayajoning? Gullar chiroyliligini bu
yodigi. Mazza-ya, bega kelgan sarin kelgin kelarkan. Ham chiroyli bo'lamiz o'zimiz, ham gullarni ko'ramiz. Sotib olsanglar ham bo'ladi. Mana shu yerda gul do'koni bor ekan. Zo'r do'kon. Hozir men sizlarga bitta narsa ko'rsataman deb bor. Mana hurmatli o'rtoqlar, gullarim meni sog'inib turishibdi. Bu nima bu deb. Men buni ham bitta bargani sarg'ayibdi, tushib ketdi. Mana meni sog'ingan gullarim. O'sha har kun chiqishingiz kerak. Har kun chiqishga necha chaqirsa ham iloji bo'lmayapti-da. Baribir qadam bo'lsa ham alohida bo'lganda chiqish qiyin bo'lar ekan. Aslingiz mana shu o'zi. Endi bir hafta shu yerdamiz adalari bilan birga. Mazza. Bir hafta bilan endi yashaymiz o'rtoqlar. Bu qaytdi-ku, inson yig'latdi. Alixon nima dedi? Nonajon uyingiz sizni sog'inib yig'latdi dedi. O'shaning uchun hech imkon qila olmadik bu yoqqa chiqishga. Bir hafta endi shu yerdamiz. Endi biz birgamiz.